Manteldagi eng qimmat narx $9000 bo'lgan Chester divani. Chester divani bu haqiqatdan ham hashamatni o'zida mujassam etgan mebel. Bu shunchaki o'tirish joyi emas, balki boy va zodagon insonlarning hayot tarzini aks ettiruvchi san'at asari. Chesterfield tarixdan ham yuqori amaldorlar, davlat rahbarlari orasida sevib tanlanadigan mebel mahsulotlaridan biri hisoblanadi. Aynan shuning uchun ham Chester doimo xalq orasida e'tirof etiladi. Chester divani ko'p hollarda eng mashhur filmlarda, xususan zamonaviy drama yoki tarixiy filmlarda, ayniqsa maqom va shaxsiyatni ta'kidlaydigan sahnalarda o'zining mavjudligi bilan epizodga o'ziga yarasha og'irlik va ta'sir kiritadi. Masalan, Buyuk Gatsby yoki Cho'qintirgan ota filmi. Aynan ushbu filmlarda ham Chesterning mavjudligi u yerdagi shaxslarning qanchalik yuksak darajadagi inson ekanini yoritishda muhim rol o'ynagan. Chester go'yoki yillar o'tishi bu divanga hech qanday ta'sir o'tkaza olmaydi deganday o'zgarmas dizaynga ega. Yillar o'tsa-da uning modasi hech qachon eskirmaydi. Xuddi Da Vinchining Mona Lisasi yoki go'zal Marilyn Monroe kabi. Chester bu nafaqat qulaylik, balki boylik va hashamatning jonli tasviri. Ushbu biz bilgan eng qimmat Chesterning narxi $9000. Eng qimmatida doim eng qimmatlari tilga olinadi. Ularni o'tkazib yubormaslik uchun bizga obuna bo'ling.